igsimservice.com saytimizdan qanaqa qilib foydalanish haqida, ya'ni iCloud'larga qanaqa buyurtma berish kerak degan savolingizga bugun javob berib o'tamiz. Ko'p savollarga qaraganda iCloud'da narxlari bo'yicha muammolarga duch kelamiz. Bu saytimizga kirganda xuddi shunaqa panel ochiladi sizlarda ham. Ko'rayotganingizda men qayerdan narxi bilaman desanglar, mana bu yerda buyurtma berish degan joyi bor. Email iCloud xizmatlar. Ustiga bosasizlar. Bosganingizda xizmatlar chiqadi. Biz o'zbek tilida qilishga juda ham qattiq harakat qildik. O'ylaymanki, hammasi a'lo darajada bo'ldi. Hozir bu yerda xuddi shunaqa ko'rinishda vaqti, narxi qayerdan bilaman degan savolingizga javob berib o'tib ketamiz. Ushbu panelda buyurtma berish iCloud xizmatlariga bosganimizda mana o'ng tomonda o'zbek so'mini tanlashimiz kerak bo'ladi. O'zbek so'mini tanlashimizdan keyin mana bu yerda iCloud xizmatlari narxlarigacha keltirib o'tirilgan. Masalan, iPhone 11 dan 14 Pro Max gacha. Bu qaysi davlatlarni qo'llab-quvvatlaydi? Osiyo regionlarini, ya'ni Osiyo davlatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Biza Osiyo davlatimi, qaysi yuraga tegishli degan savol o'z-o'zidan kelib chiqadi va qaysi magazinlari kerak bo'ladi, qayerdan bilamiz degan savolingizga javob olishimiz mumkin. Mana bu yoqda Apple G6 Info bor. Ya'ni bu telefonning ma'lumotlari hisoblanadi. Ustiga bosganingizda ma'lumotlarni o'qib chiqishingiz shart bo'ladi. Ya'ni siz nima sotib olganingizni bilishingiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerda e'tibor beringlar, bu yerda bo'lish, ya'ni bajarilish kunlari 30-40 kunlar, ya'ni shu kunlar ichida. Ustiga bosganimizda bu yerda yozib qo'ygan qo'llab-quvvatlanadigan qurilmalar, clear but case, ya'ni tozalangan bo'lmagan qurilmalar. Masalan, Yaponiya mamlakatlari, Yaponiya, Xitoy, Gonkong, Koreya, Malayziya, Singapur, Indoneziya, Tailand, Tayvan va boshqa Osiyo davlatlari. Bu aytayotdiki, toza clean bo'lishi kerak. G6 ma'lumoti 100% bo'lishi kerak. Qo'llab-quvvatlanmaydi, lost, yo'qotilgan rejim. Apple Store tomonidan ofitsialniy do'kondan sotib olingan telefon ba'zi holatlarda 1978-yilda sotilgan deb noto'g'ri ma'lumot chiqsa va almashtirilgan qurilmalar, ya'ni qayta ishlash, restavratsiya qurilmalar. Mana shu ma'lumotlarni o'qib chiqishingiz 100% shart. Va narxlarga keladigan bo'lsak, ustiga bitta bossanglar, mana eng pastida yozib qo'yilgan o'zbek so'mida. Shunga qarab buyurtma beraverasizlar. Hozir o'qiganinglarni deyishingiz mumkin, mana shularning ma'lumotlarni bilish uchun qayerdan olamiz degan savolingizga javob G6 ma'lumotini sotib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qurilmamiz ochilsa-ochilmasa G6 ma'lumot kerak bo'ladi. Ya'ni narxlarni bilish uchun. Avval G6 ma'lumotini olingandan keyin iCloud Remove xizmatiga o'tamiz. Va yana bu yoqda agar siz regioningiz Osiyo regioni bo'lsa, ya'ni boyga o'qib o'tgan regionlar bo'lsa, mana shu zakazlarni berishingiz kerak bo'ladi. Agar boshqa davlatlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda yozib qo'ygan. Agar siz telefoningiz Yevropa davlatlaridan Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Buyuk Britaniya, Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Dubay, Janubiy Afrika va boshqa davlatlar bo'lsa, mana shu buyurtmalarni, ya'ni mana shu xizmatlarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham yozilgan modellarigacha, mana 15 seriya, 14 seriya. Seriya nima degan savolingizga ham javob berib o'tib ketaman. Masalan, iPhone 14 seriya. 14 seriyaning ichiga iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max'lar kirib ketadi. Agar tushuncha yo'li uchun mana albatta sizlar mana shu ya'ni tasniflarni o'qishingiz kerak bo'ladi. Ustiga bossanglar chiqib keladi va narxlarigacha. Keyingisi AQSh, ya'ni Amerika, LLA deymiz o'zimizdan joydagi tilda. Agar sizniki Amerika bo'ladigan bo'lsa, T-Mobilemi uni ham o'sha magazinlari mavjud. Kelinglar, endi men sizlarga ichki panelda ko'rsatib o'taman. Ichki boshqaruv panelimizda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sizlarda ham balans to'ldirish ustiga bosasizlar. Masalan, Visa yoki Humo.
ustiga bosib albatta invoice qoldiringlar. Ushbu raqamga, ya'ni to'lov tizimiga o'tkazib admin bilan bog'lanasizlar. Ya'ni mana buni bosib olishinglar kerak bo'ladi. Ichki tizimda siz to'lov qilganingiz haqida ma'lumot beriladi va ishingiz tez bajariladi. Demak, siz bu balansni mana botdagi qaysi xizmatdan foydalanishingizga qarab berasiz. Deylik 100 ming so'mga GSX ma'lumotini sotib oldingiz. GSX ma'lumoti quyidagicha bo'ladi. Masalan, iPhone 14 Pro, email raqami, keyingisi botda MDM blok bor yo'qligi, iCloud bor yo'qligi, SIM-lock unlock yoki blokligi. Agar case bo'ladigan bo'lsa, mana botda case ma'lumotlarigacha chiqadi. Bu ya'ni sizgacha bo'lgan holatda, ya'ni dasturchiga kelgan holatda kimdir qilib ko'rgan bo'ladi. Ya'ni shu amallarni iCloud yechishi qilib ko'rgan bo'ladi. Kelinglar sizlarga hozir GSX'ni to'liq variantini ko'rib o'tamiz. Deylik, mana bu GSX ma'lumoti, to'liq ma'lumoti. iPhone 15 Pro Max. Bu 2024-yili 15-fevral oyida sotib olingan ekan. Demak, davlati Singapur, clean holatida va iCloud bor. Demak, global sim karta ishlatilishiga ruxsat beradi, keyslar yo'q. Bu toza. Endi buyurtma sizlar GSX ma'lumotini sotib oldinglar. Ana undan keyin buni kopiya olasizlar. Deylik, balansinglar to'liq balansga egasizlar, ya'ni yetadigan bo'lsa, buni nusxalab olib, endi sizniki Singapur. Demak, Aziya mana bu yerda yozib qo'ygan Aziya regionlari bo'lsa, shu regionlarga berishingiz kerak bo'ladi. Demak, bizaniki iPhone 15 Pro Max bo'lsa, demak mana bu 4.305.000. Bu premium xizmat. Demak, o'rtoqlar, full GSX joyiga mana shu GSX kopiyani tashlaymiz va mana bu yerga emailkasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Emailkani kiritamiz kopiya olingandan keyin va jarayonga yuboramiz. Albatta hamma ma'lumotlarni o'qib chiqinglar. Agar GSX Aziyaga to'g'ri kelmasa, bu xato hisoblanadi. Shuning uchun bizga GSX ma'lumoti kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi davlatdan sotib olindi, qaysi payt, claimmi, lostmi, hamma ma'lumotlariga shunga qarab mana bu yerdan xizmat tanlaymiz. Bordiyu bu Singapur emas, Rossiya yoki Yevropa bo'ladigan bo'lsa, mana bu xizmatlardan foydalanamiz. Bu premium xizmatlari hisoblanadi. Albatta veb-sayt orqali tezroq ishlar bajariladi. Shuni ham eslatib o'tamiz. 12-13 seriyalar. Deylik, hozir bizaniki 15 seriya. 15 seriyani ustiga bosib, GSX ma'lumotlarini qo'yamiz va botga email yoki serinkani tashlaymiz. Xo'p, agar sizniki Amerika bo'ladigan bo'lsa, demak, yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak sizlarga. GSX ma'lumotlarida qaysi davlat bo'lsa, deylik, sold by degani bor, mana bu yerda magazini. Mana shu magazinlar ham rol o'ynaydi. Mana shu magazinni ham shunga magaziniga qarab Amerikada berasizlar buyurtmani. Demak, masalan, Amerikada ko'pincha T-Mobile, ATT, Verizon shunaqa operatorlar bo'ladi va shu operatorlarga qarab tanlaysizlar. Albatta o'sha tasniflarni o'qinglar. Agar xato buyurtma sizlarni pulinglarni yo'qotishga olib keladi. O'rtoqlar, iCloud qoidalari shundan iboratki, GSX ma'lumotsiz hech qanaqa narxlar kelib chiqmaydi. Ko'pchilik taxminiy narx so'raydi, lekin taxminiy narxni bilish uchun mana bu GSX ma'lumoti kerak bo'ladi. Sababi siz qaysi davlatga zakaz berish, ya'ni buyurtma berishimizni bilishimiz kerak bo'ladi va qaysi magazinlarda ham rol o'ynaydi va holati, statusi claimmi yoki claimmasmi, qora ro'yxatda bormi yoki yo'qmi va dunyo bo'ylab sim karta ishlatish huquqi bormi yo'qmi. Albatta, vaqti juda muhim rol o'ynaydi. Agar mana shu ma'lumot bo'lmasa, biz qurilmani iCloud qulufi qancha summaga ochilishini bila olmaymiz. Shuning uchun avvalambor GSX ma'lumoti kerak bo'ladi agar sizga premium xizmat kerak bo'lsa va qolgan amallarni bajaramiz. O'rtoqlar, video
tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Izohlarga tushunmagan joylar bo'lsa qoldirsanglar, albatta sizlar uchun video tayyorlashga harakat qilamiz.